man kam yeyman, lekin ozmayman. Aynan qanaqa ovqatlanishimiz kerak? Mana shu eng yaxshi ko'rgan gapim, kam yeyman, lekin Men semirib hech ketaman. narsa yemayman, kuni bo'yi hech narsa yemayman. To'g'ri, ular hech narsa yemaydi aslida, bunda olib qarasangiz. Ular kaloriyasi yuqori, lekin hajm jihatidan juda ham kichkina bo'lgan narsalarni yeyishadi. Misol uchun, aytaylik, odatiy ona ertalab uyg'ondi, ko'zini ochdi, bolasini emizdi yoki kashasini berdi, ovqat yemaydi-da, ancha turgan pechenkani yeydi. Kofe bilan mayli, kofesiz bo'lsa ham-chi, u 5 ta pechenyani kaloriyasi 5 tagina oddiy mana hammamiz yeydigan, u toploni, yubileyni pechenyani 5 ta donasida 450 kilokaloriya. Chunki u 100 gram chiqadi. 450 kilokaloriya bitta zavtraki kaloriyasi. Voy, osh, bir porsiya oshdi. U 450 kilokaloriya. Lekin po fakti olib qaraydigan bo'lsak, u ayolni hech narsa yemadi. Rostdan ham ovqat yemadi, lekin o'sha pechenka, mayli o'tdi kofe bilan, kofeni ham qanaqasini o'sha ko'pchilikda hozir uchrayapti, bitta o'sha 3 ta bir trivodnomni kofeni 2 ta 3 tasini aralashtirib ichadi. 2 ta 3 tasi ham уже 140-150 kilokaloriya va qarabski 2 ta 3 ta pechenya, mana bu yana uni ustiga qanaqadir mayda-chuyda перекусlar, 2 ta 3 ta shokoladka, voy antacha chayni artayotganda bitta idishidan hammamizda chaqchuqlar turadi. O'sha chaqchuqdan 2 ta bodom yeb oladi. Keyin yana artayotganda bu yoqdan pista bodom yeb oladi. Qarabsizki, u kunlik kaloriyasini mana shunaqa mayda-chuydalar bilan yig'ib oladi. Voy. Ana keyin yana uni ustiga ovqat ham yeydi. Chunki kuni bilan hech narsa yemadim-ku. Menga kuch kerak, o'zi hech narsa yemadim. Men endi ovqat yesam yebman deydi. Kunning oxiriga kelgan u esa 2-3 ming kilokaloriya yig'iladi. Qarabsizki, u ayol bir mahal, 2 mahal va kerak bo'lsa umuman deyarli yemadi. Lekin mana shunaqa mayda-chuyda o'tdan yeb kunlik normasini bajarib qo'ydi. Va bu yerda nima paydo bo'ladi? Nafaqat ortiqcha vazn, balki sog'lig'ida ham ancha-muncha muammolar paydo bo'ladi. Birinchidan defitsitlar yetishmovchiligi, noto'g'ri ovqatlanish oqibatida o'sha ovqatlanish odatlari buzilishi. Uni shoshib bolasi ham ko'radi, o'zi mayda-chuyda yeyapti, bola qatdan keyin o'tirib yeydi. Keyin